Modelning ikkinchi mavzusi she'riy asarlarni ifodali o'qish hamda tahlil qilish. Bu qovog'ay metodi musiqa sadolari ostida o'tkaziladi va musiqa to'xtalgan vaqtda o'zlaridan bir shekil hal etadi. Sharqshunoqli ustozlar namozni boshlab berdim, demak, do'stlar yaxshilarni avaylab saqlang. Salom degan so'zning salmog'in oqlang, o'lganga 100 soat yig'lab turgandan uni tirigida bir bora yo'qlang. Kimga ham kerak ayol bo'lsa bo'lgani, ayolda ham bormikan yurak, ayol sevsa uning o'lgani. Osmonlari munavvar, sokin, yerlarida gullar chamanzor. Ko'zga surgin keladi hokim, Kosonsoyday diyor qayda bor. Bahorida bulbul xush ovoz, yozlarida sharqiroq soylar, toza havo, tanga yoqar soz, xush manzara, ajoyib joylar. Ertaning ketidan kelib qolar shom, faqat g'aflat ichra yotmaydi yurak, qaytib kelmasra bu kunga ayyor. Assalomu alaykum. Men Yangiqo'rg'on tuman Nanay qishlog'i 44-maktab ona tili adabiyot fan o'qituvchisi Tajahmedova Gulchiroy Ulug'bekova bo'laman. Men pedagogik mahorat markazida 100 soatlik darsda ta'lim olyapman, tinglovchi sifatida. Malaka oshirish bu juda ham katta bilim ekan. Men kelganimdan afsuslanmayman, chunki ish faoliyatimni yaqinda boshladim. Menga malakali ustozlar uchrashgani uchun, ular bilan bir guruhda bo'lganligim uchun juda ham baxtliman va bu yerda ta'lim berayotgan ustozlarimizning barchalari menga o'zlarini metodlarini o'rgatish bilan, guruhimizga o'rgatish bilan birgalikda menda katta taassurot qoldirishdi va ulardagi bor bilimni egallashga harakat qilyapman. Buni kelajakda o'zimni qishlog'imdagi 44-sonli maktabga borib, o'quvchilar bilan birgalikda yo'lga qo'yib, ular bilan mana shu pedagogik mahoratlarni birgalikda ishlamoqchiman. Guruhimiz rahbari Ataxonova Gulshirinoy yosh bo'lishlariga qaramasdan juda ham tajribali, malakali, eng muhimi mana shu yerda o'tirgan tinglovchilarni har birini psixologik tushungan holatda bizga chiroyli tarzda yetkazib beryaptilar. Marg'ilonning yo'llaridan qayting begim, menginaning gunohim ne, ayting begim. Kecha kunduz ishqingizda zor yig'ladim, men bu yo'lda adashdimmi, ayting begim. Qaro tunlar yoningizda sham bo'larman, gar ketsangiz ikki ko'zi nam bo'larman. Nechun sizni o'zgalardan kam ko'rarman? Kim kechikdi, kim shoshildi, ayting begim. Marg'ilonning yo'llaridan qayting begim. Tokaygacha sevgim asrar edim pinhon, yuragimda ag'yorlikdan yo'q hech nishon. Baxt topmoqlik emas ekan sira oson. Kim kechikdi, kim shoshildi, ayting begim. Marg'ilonning yo'llaridan qayting